Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz. Naholisi bugun sizlar bilan Tigo 7 2026 restyling variantini gaplashamiz. To'liq obzor qilib beraman. Tigo 7mizda avvalambor to'xtaladigan tarafimiz tashqi ko'rinishimiz 8 larga o'xshagan bo'lgan. Bu yilgisi farlarimizga e'tibor bersanglar bo'ladi. Rif anaqa bo'ladi, lazerli bo'ladi. 400 metrgacha bemalol yoritib beradi. Agarda kechqurun yoki tunnelda yuradigan bo'lsangiz, harakatlanadigan bo'lsangiz, tunnel datchiklarimiz bilan jihozlangan, o'zi avtomat yonadi. Yoki kechqurunlari o'ngga chapga qaylaman desangiz, farimiz o'zi yon tarafga ham yoritib beradi avtomatik ravishda. Bundan tashqari motorimiz 1.5 turbina bilan jihozlangan. Korobkamizga keladigan bo'lsak, korobkamizda katta o'zgarish robotga o'tdi. 7 tali yoki 8 ta pog'onali bo'ladi. Bu pozitsiyasiga bog'liq bo'ladi. Bundan tashqari qishki kunlarda yoki yomg'irda harakatlanayotganingizda oldi labovoyimizda spirallar qo'yilgan, podograf bilan jihozlangan. Uncha-munchaga parlanib ketmaydi yoki qish kunlarida pultni o'zidan zavat qilib qo'yadigan bo'lsangiz, kelib mashinada o'tirib harakatlanguningizgacha polniy muzlarni eritib turadi. Tayyorgina bo'ladi. Kelasiz, o'tirasiz, harakatlansangiz bo'ladi. Ko'rib turishingiz mumkin, kengligi bemalol yoki balandligi 8-seriya bilan bir xil. Bundoq qaraganda tashqi ko'rinishidan 8 ga o'xshashi mumkin, lekin ozgina e'tibor beradigan bo'lsak, 7 ligi ma'lum bo'ladi. Bu tarafga ham o'tadigan bo'lsak, hop, ballonlarimizda TMPS, ya'ni havoni ichki bosimini ko'rsatib turadigan, gradusgacha ko'rsatib turadigan datchiklar bilan jihozlangan. Yon taraf krillollarga keladigan bo'lsak, toshlar yoki qumlar sachraganida kraskamizni ko'chishni oldini olish uchun reyling bilan jihozlangan. Yon tarafimizda ikkita tarafda ham, ikkita eshikda ham beskuluchvoy dostуп bor. Bu sensorli bo'lgan, knopkali emas. Ochganingizda mana tagida Tigo yozuvlari tushib turadi. Bu segmentga yarasha o'ziga joziba bo'ladi. Bundan tashqari bakoylarimizda elektronli o'zi yopilib ochiladi. Oynalarimizda ham podografi bor. To'liqligicha koja bilan jihozlangan hamma joyimiz. Hattoki sideniyamizda ham podograf sideniya anaqa funksiyalari bor. Bu oldi, ikkita oldi va orqa tarafimizda ham bo'ladi. Bundan tashqari sideniyaning o'zida keladigan bo'lsak, mana sideniyamizda elektronli upravleniya bo'ladi, polniy. 4 ta taraflama harakati bor. Shofyorimizda alohida pamyat sideniyasi bor. 3 ta odamgacha bemalol saqlanib qo'ysa bo'ladi. Endi monitorga keladigan bo'lsak, bularda oval shaklda ishlangan. Eski versiyalariga qaraganda dyum jihatidan ancha katta bo'ladi. Bundan tashqari bularda funksional taraflama ancha o'zgargan. Kartalari bor, gauss upravleniya, hamma narsalari bo'ladi. Ikkita zonali klimat kontrol, yo'lovchini o'zi alohida o'ziga haroratni belgilab olsa bo'ladi. Shofyorimiz o'zi haroratni alohida o'ziga moslab olsa bo'ladi, bemalol. Agarda salqin ichimliklarni xohlasa, yoz kunlarida bu tarafimizda mana xolodilligimiz bor. Gradusni belgilab qo'yib, bemalol salqingina olib ketishligisi mumkin. Agarda shahar ichida harakatlanaman, probkalarda ko'p yuraman deyishsa, unda avto hold funksiyamiz bor. Svetoforlarga to'xtalganida yoki probkada turganida oyoq ko'p ham toliqmaydi. Bitta tormozni bosishadi, bo'ldi, olishsa, mashina joyida to'xtab turadi. Gazni bosib bemalol yurib ketishingiz mumkin. Yoki telefonimizni bu yerga qo'yishsa, mana besprovодной zaryadka funksiyasi bor. Bemalol bu yerdan qo'yib qo'yishsa bo'ladi yoki ikkinchi, uchinchi telefonlarni bu yerdan quvvatlash imkoniyatlisi bor. Rulga keladigan bo'lsak, rulimizda ham alohida o'zini podografi bor. Bundan tashqari bu tarafda multimedia uchun javob beradigan knopkalarimiz, bu tarafimizda endi cruise kontrollarga, ограничение скорости degan funksiyalarimizga javob beradi. Bu mashinamizda 7-seriyamizda pozitsiyasiga qarab, yana qo'shimcha funksiyalar qo'shiladi. Deylik, adaptiv cruise control, avtotormojение, shunga o'xshagan narsalarimiz ham bor. Tepa tarafimizga keladigan bo'lsak, ko'pchilik mashinalarda, katta mashinalarda tepa tomi faqatgina panorama bo'lishi mumkin. Bizda ham panorama, ham lyuk. Bundan tashqari yoz kunlariga o'zini shtorkasi ham bor. Shtorka bilan ham joylashgan. Keling endi ikkinchi qatorga o'tadigan bo'lsak, ikkinchi qatorimizda qulaylik yo'lovchilar uchun ham bor. Deylik, podlokotnik bor. Bundan tashqari sideniyamiz kojinli, podograf sideniyamiz ham bor. Orqa tarafga mana alohida o'zimizning konditsioner tunnellarimiz ham bor. Pechka yoki konditsioneri bemalol ikkinchi qatorga chiqarishadi. Agarda kitob ishqozlari bo'ladigan bo'lsa, mana tepamizda o'zini podsvetniklari ham bo'ladi.
Orqa bagajimiz elektron o'zi ochiladi. 4 xil usulda ochib yopsangiz bo'ladi. Birinchisi orqa tarafdan to'g'ridan-to'g'ri knopkani bosgan holatingizda ochiladi. Ikkinchisi salonimizda knopkasi bor. O'shani bosasiz o'zi ochiladi. Uchinchi holatimiz bo'lsa, agarda qo'lingizda yukingiz ko'p bo'ladigan bo'lsa, kelasiz 3 sekunddan 5 sekund atrofida kutadigan bo'lsangiz, o'zi avtomat ochiladi. Oxirgisi pultni o'zidan ham ochib yopsa bo'ladi. Xavfsizlik har doim Cherry'da birinchi o'rinda bo'ladi. Agarda yopayotganingizda yosh bolalarning qo'lligisi boshqa narsa qolib ketadigan bo'lsa, mana avtomat o'zi orqaga qaytadi. Bu funksiya 4 ta oynasida, undan tashqari tepadagi lyukada ham mavjud. Orqa bagajimizga keladigan bo'lsak, mana 475 litr tashkil qiladi. Agarda orqa sideniyamizni yotqizadigan bo'lsak, bu hajm 1,5 ming litrgacha ham oshadi. Undan tashqari yana yuklarni bu yerga qo'yib, tepasiga kiyim-kechak qo'yib qo'yish uchun ham alohida shtorkasi bor. Bundoq qilib qo'yib qo'ysangiz bo'ladi. Shtorkani alohida yana olib, boshqa joyga qo'yib qo'ysangiz ham bo'ladi. Kerak emas bo'lsa.